Diqqat! O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City klubi a'zosi, barchaning ko'nglidan joy olgan taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida xushxabarlar tarqaldi. Barcha Abduqodir Husanovning ashaddiy muxlislari ushbu videorolikni o'tkazib yubormasdan va bee'tibor bo'lmasdan bir donadan omad so'zini kommentariyada yozib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat! O'zbekiston va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning Angliya Ligasi Kubogi finalida Arsenalga qarshi o'yini baholandi. O'yin Londondagi Wembley stadionida bo'lib o'tdi va 2-0 hisobida Manchester City foydasiga yakunlandi. Abduqodir Husanov o'yinni asosiy tarkibda boshladi va final hushdagi chalingunicha o'ynadi. Abduqodir Husanov tarixni yozdi. Angliyadagi ilk sovrinni qo'lga kiritdi. Abduqodir Husanov uchun bu Angliyadagi birinchi sovrini hisoblanadi. Qisqasini aytsak, Abduqodir Husanov Angliya Kubogi sohibi deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, Abduqodir Husanovga albatta o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Uning o'zi ushbu xabar ostidagi izohlarni o'qiydi. Shuni e'tiborga oling. Pozitiv fikrlar qoldiring.